Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlarga bir narsani aytib o'tsak edik. Xiva avtomarketimizni YouTube kanalini ham ochdik. Musafirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun sizlarga qo'yib beradigan mashinamiz birinchi videomizmi? Birinchi videomizni Cobalt'dan başlayacakmiz. Cobalt'larimizni 22, 25, 24, 23 yıl Cobalt'larimizni sizlere hemmesine abzorunu kılıp verecekmiz. Sizlere birinci Cobalt'ımızdan gitadigan bo'lsak, mashinamiz 94 ming yürüyen, mashinamizning holati ideal, mashinamiz 100% radnoy. Metallari bor, balonlari o'zini zavodskoy holatida turibdi. İşlerine chexollar qo'yilgan, barlar qo'yilgan, magnitofonlari bor, abezlari, hamma narsasi tayyor. Mashinamiz ideal holatda. Mashinamizning klapanlari açılmagan. Maşinimiz 2022 yılda ishlab chiqarilgan, 94 ming probekni bosib o'tgan, metani bor, tan narxini 135 milyon so'm deb qo'ydik. Ehtiyojı kredit olaman degan bo'lsangizlar, eldinden 10 milyon so'm bersangizlar, 4 milyon 400 ming so'mdan 5 ile avtokredit chiqarib beramiz. Style Cobalt'ımız 2025 yılda ishlab chiqarilgan, elde laboylari büyük laboy qo'yilgan. Maşinimizin holati zo'r. Maşinimizin evakuator polik qo'yilgan. Uni aytarli narsasi yo'q. Mashinamiz benzinde 23 ming yurgan, 2025 yil. Tan narxini 140 milyon so'm deb qo'ydik. Kredit olaman degan bo'lsangizlar, buni 6 ile 4 milyon 600 ming so'mdan qo'yibmiz ekan. Endi kelasizlar, musafirdagilar uchun endi bu videomuz. Tan narxini nishab kelishamiz degan bo'lsangizlar, 1 so'm 2 so'm raznisasi bilan aytib turibmiz. Kelsangizlar sodalashib beramiz. Mashinamizning holati zo'r. Buni bir kril, bir kapotunda kraskasi, bir kril, bir kapotunda. По-моему, ishan yo'q, bu ham kril radnoy. Ishan krilimizda bir kril, bir kapotunda kraskamiz bor. Lekin mashinamiz zo'r holatda. Buni narxini 1-2 so'm tushirib bersak bo'ladi. Yurtdoshlar, bunda 23 debman buni. 22 yil ekan bu. Mashinamizning bir krelinde kraska bor. Mashinamizning holati zo'r. 4 tane radnoy balon qo'yilibdi. Mashinamizga kojinat chexol tikilgan ekan bunga. Kojinat chexol tikilgan. Mersrullar qo'yilgan. Mersrul monitor qo'yilgan. İş krelimizde kraska bor bunda. Mashinamiz yurgan masofasi 160 ming, metani bor. Buni 135 milyon so'mdan 130 milyon so'mga tushiribmiz do'stlar. 5 ile 4 milyon 400 ming so'mdan. Eldinden 5 milyon so'm notariusga esa denli oladi. Mashinamizning holati zo'r. İşte videoda nishab ko'rib turgan bo'lsangizlar, u tabiiy holatindam shuningdek. Hech u probek qaytarilma. Probeklar o'ziniki. Bunda 24 yilda ishlab chiqargan Cobalt'imiz ham bor. Mashinamiz benzinde hech qanaqa narsalar qo'yilmagan, birdan oyoq tena polik tashalgan. Mashinamizning holati zo'r. Mashinamizning tan narxini 150 milyon so'm deb qo'ydik. 150 milyon so'mdan endi bu egadan kelib turibdi. Egalar 1 so'm, yarim so'm bundan ham qaytarib olib beramiz. Mashinamiz JK2 svetda bo'ladi. Mashinamiz yurgan masofasi 5500 kilometre yürüp turibdi. Mashinamiz benzinda aytib o'tdik. 5 ile 4 milyon 800 ming so'mdan eldinden to'lovi 10 milyon 400 ming so'm. Plus notarius gaysi bor. Xudo qalasa YouTube kanalimizni toza ochdik. Qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Xiva avtomarket deb yozsangizlar, Instagram kanallarimiz ham bor. Mashinlarimizni bir qator ko'rsak, mashinlarimizni trekkerlarimiz ham bor. Bir yanda Damaslarımız var, Sparklarımız, Onyxlarımız, Nexus'larımız hemen maşindən var. Onda Jack tem maşinimizden gösterip git, ona hem denli abzorunu kılıp veremiz. Gele verəsizlər Xiva avtomarketimizdə kütəmiz əmməyisi.